Assalomu alaykum. Efirda ovozi tezkor dasturi. Bir necha daqiqalar davomida yurtimiz hayotiga oid bo'lgan eng so'nggi xabarlarni yetkazmoqchiman. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida haydovchi 28 nafar yosh bolani bitta Damas'ga sig'dirib, noqonuniy olib ketayotganligi aniqlandi. Bu haqida Respublika yo'l harakati xavfsizligi ma'lum qildi. Eng achinarlisi 5 nafar bola avtomobilning oldi o'rindig'iga joylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, haydovchi hisobiga 0.3 jarima bali yozilgan. Yaxshiyam avtomobilni yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari o'z vaqtida to'xtatib qolishdi. Agar e'tibor qaratilmaganida ko'ngilsiz holat ham bo'lishi mumkin edi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda hayvonga shafqatsiz munosabat aks etgan navbatdagi video tarqaldi. Bir ayol ko'p qavatli uyning kirish yo'lagida mushukni devor va panjaralarga qattiq urayotgan aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqlarda haqli e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ushbu holat Toshkent shahridagi Tuzel bir mavzesida sodir bo'lgan. Hayvonlarni himoya qiluvchilar ma'lumotlariga ko'ra, Mehr va oqibat ko'ngillilari huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan birgalikda ayolning xonadoniga borishgan. Tekshiruv vaqtida 3 ta mushuk ko'chaga qochib ketishga muvaffaq bo'lgan. 2 mushukcha esa xavfsiz joyga olib ketilgan. Xabarda aytilishicha, bunday holat birinchi marta emas. Taxminan bundan yarim yil avval ham ko'ngillilar aynan shu xonadondan 5 ta mushukni qutqarib, keyinchalik ularga yangi egalar topib berishgan. Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza kiritilgan va ayni paytda holat yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Yangi O'zbekiston bog' atrofidagi tunnelni suv bosdi. Ushbu xabar bugun ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Suv qachon qayerdan kelgani noma'lum. Xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalganidan so'ng mas'ullar tezkorlik bilan e'tibor qaratishgan va muammoni hal etishgan. Taqdim etilgan videoda tunneldagi suvlar tozalangani va avtomobillar erkin harakatlanayotgani aks etgan. Holat qanday sodir bo'lgani haqida to'liq ma'lumot berilmagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng so'nggi tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.